Bu deyman qizim. Men qarab turibman, bu taksichi yigit bilan ikkovlaringning oralaringda muhabbat, sevgi degan narsa bormi deyman-da, ha? Qanaqa sevgi, muhabbat ota? Sigirim mani u yigit. Sigir. Bu shu yoshga kirib, o'g'il bola sal qo'polroq bo'lsa, ho'kiz deb eshitganman. Lekin sigir deb eshitmagan ekanman, ha? U mani kursdoshim. Ha. Kontraktlarimni to'laydi. Shunaqalarni sigir deydi-da, otaxon. Endi bu xumpar yaxshi niyatlar bilan sizga bir uylansam deb shu nima deydi, harakatlarni qilib yotibdi-da endi bu. O'zicha shunaqa deb o'ylaydi-da. Bunaqa sigirlarni 2-3tasini sog'aman bir kunda. Mana shu sigirlarim bor bo'lsin-da baxtimga. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Keldingizmi? Keldim. Mana bu senga. Rahmat. Mana ota. Xo'sh, ota, endi tanishib oling. Bo'lajak keliningiz Sharosxon. Sharosxon, surpriz bo'lsin deb boya sizga indamagandim. Bu meni dadam bo'ladilar. Tanishinglar. Biz bo'lajak kelin bilan o'zimiz tanishib oldik. Bu fermerni qizimi deyman-da. Ayyo, ota, shaharda katta bo'lgan. Yo'q, sigir sog'ishni yaxshi ko'rar ekanda. Ha? Ayniqsa sanga o'xshagan sigirlar.